Assalomu alaykum, Tomarka Biznes kanal muxlislari, kanalga xush kelibsizlar. Bugungi videoda xudo xolasa fasoliyani ekamiz. Mana shu joyga mana tayyorlab qo'ygan joyim bor. Mana shu joyga fasoliyani test sifatida ekamiz. Fasoliya o'zi nima narsa? Mana bu Amerikadan oldirdik. Hozir ko'rsataman. Bu $20 tushdi mana shu kelishi. Fasoliya bu bedaga o'xshash narsa. Beda shu ozuqa sifatida yaxshi taralgan. Ammo beda emas, beda bu ozuqa sifatida ketgan. Nima esa fasoliya bu medonosniy, ya'ni shira beradi. Gektaridan 15-20 kilo shira beradi deb yozib qo'yibdi. Mana bunaqa narsa. Bu endi upakovkasi. Buni menimcha kesishgan, buni ochishgan. Boshqonada ochishgan bo'lsa kerak. Mana bilasizlar, navoda turibdi hozir to'kilib ketadi. Mana sayti ham bor, mana shu. Ben saytda olingan, zakaz qilganman. Hop. Mana tuxumani yaqinlashtirib ko'rsataman mana. Mana shu bizda ona fasoliya bo'ladi. Beda emas, bedaniki bunaqa bo'lmaydi, bilasizlar. Bedaniki 3 burchak. 3 burchak emas, ana dumaloq uchi bor, tekisroq bo'ladi. Mana bidir-bidir-ku bu unaqa ekan. Bu bidir-bidir ekanda, u bidir-bidir emas. Hop. Qanaqa ekish? Oddiy bedadek ekiladi. Yana mana shu yerga shuni olib turib, sepib, kema bu uni bilmadim, toshkentchasiga nima deydi? Bizda buni 5 dirmaloq deydi, dirmovoch deydi. Xullas mana qilib ustida yurib chiqiladi. Bo'ldi, olam guliston suv sepib qo'yamiz. Xuddi bedani xuddi shunaqa, ya'ni bedani qanday ekkan bo'lsak, buni ham xuddi shunaqa ekamiz, xudo xolasa. Mana bu quyonlardan chiqqan nimasan u go'ngi. Mana ipam chiqib qopti, olib tashlashim kerak. Xullas, ichidan shu suv bilan turibdi. Bugun ertalab tozalangan edi. Yana ustini bosib biroz kutsak zo'r bo'lardi, lekin bunaqa qilmayman. Nima qilaman? Shu turishida hozir birinchi man ishlagan tashlab yuboraman. Keyin nimani, fasoliyani bunday tashlab yuborib, tuxumini sepib yuborib fasoliyani, keyin ana dirmolovchi bilan mana qilib mayda haydab chiqamiz. Ya'ni shu tuxumini ko'miladi, keyin suv sepib yuborsam bo'ldi. Xudo xolasa. Xo'p, o'zi bu testli bo'lgani uchun mana shu joyga kelyapti. Hali bu yerda daraxtlarimiz kichkina, ikkita tut bor. Smarojina bor. Bular o'sha mana uzum, bu hali kichkinada. Shuning uchun bu yilga yetadi. Bu yil keyingi yil buni mana shu test qilamiz. Zo'r bo'lsa, haqiqatdan mana asalari kelib bundan shirasini olsa, keyin mana bu joylarni endi bilmadim qanaqa ketkazamiz bedani. Bedani o'rniga o'sha fasoliyani ekib tashlaymiz, xudo xolasa. Balki qoldiraman bedani, bir qismini qo'yib, bir qismini ekamiz deb ko'ramizda. Lekin bu tut katta bo'lsa, deylik mana 3 metr plan qilsak tutga, 3 metr bo'lsa, mana atroflarda o'sha narsa ko'karmaydi-da, chunki soya bo'lib turadi. Hozirga bo'laveradi. Bu yilga, keyingi yilga hali 3 metrga chiqmaydi. Shuning uchun ketaveradi. Limonlar qo'shnim, mana bu yerda qo'shnim bergandilar. Qo'yib qo'ygan, unga hozir suv sepib boraman. Shuna ancha bo'ldi, bular 2 oy, 3 oy bo'lib qoldi menimcha bularga. Ko'chatib borib, shuna ekib qo'yilganda, ana tutdi. Qolgan turibdi. Lekin limonni men qishda nima qilaman, xudo biladi. Qani qishlatib o'tkazaman. Menda hali parnik yo'q. Parnikim mana shuni tog'xonaning eskisini buzib, mana shu mashitdan nariyoqdan daraxt bor-da, men u ham chopib borsam kerak. U naraqacha xullas oxirigacha bitta issiqxona qilamiz. Bananlar uchun, xudo xolasa. Xullas, shunaqa gaplar. Test sifatida oldim. Bir rosa eshitdim o'zimizdan bitta Yejivikacha aka, Marinacha, bu Yejivikacha aka shuni aytdi intervyuda. Shu fasoliya haqida gapiruvdi-da. Rosa maqtuvdi. Zo'r ana yerni xuddi bedaga o'xshab yerdan havo o'tkazib, yumshatib, zo'r qilib beradi. Asalga ham zo'r dedi-da. Juda rosa maqtagandi. O'shandan keyin asalga zo'r degani menga yoquvdi-da. O'sha rosa aniq qildim. Qidirdim. O'zi aslida mana bu bedan ekishdan ham maqsad, asosiy maqsadimiz bu shu asalariga deb ekkandik-da. Plus yana tovuqqa, o'sha tovuqlarga, quyonlarga beramiz deb ekkandik. Tovuqlarga ketyapti jo'jalar, quyonlar mazza qilyapti. Faqat asalari bo'lmayapti-da. Mana gullab turibdi.
Ana qaranglar, tuxum ochganlari bor. Nari oladi. Tuxumlarni anaqa qilganlar tiqilib yotibdi. Mana. Bera. Kommentariy yozib qoldinglar, balkim bu menda boshqa bir navida, turida. Bu yerga ikkita nav ekilgan, adashmasam-da. Mana bu shu aralab yuribdi. Bu nimadirlar qilib yuribdi. Bitta sariq, ko'rdingizmi? Nimadirlar qilib yuribdi, lekin o'zimizda asalari yo'q. Uyi narada turibdi? Uyini oldidan gullab yotibdi mana qilibdi. Lekin gulini olib, masalan, mana hidlab ko'rsa hech qanaqa hid-pid yo'q-da. Hech qanaqa, absolyutdan. Masalan, bundan shira kelish uchun ozgina hid bo'ladi, bir shirasi nimadir bo'ladi-ku. O'zingiz hidlab ko'rsangiz bilinadi-ku, unaqa narsa yo'q-da. Umuman asalari qo'ngani yo'q. Qaramadi ham. Nima qilib yotgani bor. Mana shu gullab, mana bu tuxumga qarab ketyapti, qani ko'rdingizmi? Mana shu qurib qolar ekan, tuxum bo'lgan ham bor o'sha ancha edi. Olib olib tashlaganlar bo'ldi, chunki men bu yerda ikkim kelmayapti. Hali xudo xolasa mana bitta daraxtlar katta bo'lsa, uzumlar katta bo'lsa, u mana bu yerda manaqasiga uzumlar bo'ladi-da, o'sha katta bo'lsa bular o'sha ketib qoladi. Ya'ni uzum tagidan ko'p turmaydi, soyada ko'p chiqmaydi-ku. O'shanga. Xullas, hozir fasllarni ekaman. Bismillah deb yaxshi niyat bilan ekamiz, test qilib ko'ramiz, natijasini ko'ramiz. Mana shu joyda zo'r bo'lsa, albatta uni asaliga, mana o'rib buni quyonlarga, to'g'larga berib qo'yamiz. Effekti zo'r bo'lsa, xudo xolasa keyin ko'paytiramiz. Endi bedam ham olib tashlamayman. Qaysi joyda bedam tursin, u ham tursin, chunki bedam ozuqa sifatida juda ham zo'r bo'ladi. Uni nimaga oqsilgami? Onam oqsilgamadi beda. Beda novi ko'padi, oqsilgam. Beda o'simliklarning ichida eng anaqasi oqsil bo'yicha quroli deymizmi? Eng oqsilga boy bo'lgan mana shu o'simliklardan bedada. Mana shu yeysa mazza qilib, ani semirib, gullab yashnaydi-da. Ani quyonlari mazza qilib yeydi-da, tovuqlar ham. Oqsil zo'r anaqa bo'ladi. Ya'ni oqsil biz uchun masalan go'shtda bor-ku. Go'sht yesak oqsil yeymiz, tuxumda bor oqsil adashmasam. Go'shtda bor. Mana bu shu bedada bor-da, tushunasizlarmi? Beda mazza qiladi. Bedani esa hayvonlar mazza qiladi. Uni ko'plar biladi bu narsani. Bedani ham qo'yaman, mana o'sib turishiga qarang, joyida bo'lib turibdi. Ba'zi bir joyda olib tashlab, ba'zi bir joyda qo'yamiz. Xullas shunaqa gaplar. Shunaqa gaplar. Yordamchi ham keldi, xudo xolasa. Bu yordamchi bilan sekin ishlaymiz. Bular suv sepganda rosa kerak bo'ladi o'zim. Hozir men sepib chiqib, keyin sizlarga natijani ko'rsataman. 2 bo'ladi, xudo xolasa. Nechi bilmayman ham daji. Bunaqasi 2,5, bunaqasiga mana nechi borligi mana ko'ringani xullas. Ekildi. Ozmuncha ishlatildi xolos, ko'p emas. Undan oldin quyonni go'ngin tashlab yubordim, ko'rdingizlar, mana ko'rib turibdi. Hidi bor ekan. Mayli, keyin men bilan bunday ustini yuritib chiqdim. Endi suv beraman, xudo xolasa. Kutamiz. Xullas, natija mana. Yomg'irga suv sepgan, ya'ni yomg'ir bo'lganda bunday pis qilib suv sepib chiqildi. Ya'ni suv ochib qo'yib, buni 1 metr 50 sm pon suv bo'lishi kerak emas. Ozgina mana shuncha, qancha 5 sm, 10 sm, maksimum 5 sm yetadi. Ne, suv sepib olsak bo'ldi. Ishlangan bunday pis qilib sepib oldik. Bo'ldi, xudo xolasa. Xullas, kanalga a'zo bo'linglar. Xudo xolasa, videoni kuzatib boringlar. Fatsiyalarni kutamiz, ko'ramiz, qanaqa chiqadi, chiqishini ko'ramiz, gullashini ko'ramiz, asalari yig'ishini ko'ramiz, xudo xolasa. Fatsiyalar shu 45, ya'ni 1,5-3 oylik nimada yashaydi. Ya'ni 5-6 yillik emas. Beda bizda 5-6 yillik. 7 yil ham yashashi mumkin. Ya'ni bitta shu tuxumdan chiqsa 7 yillab gullab yashnab yotaveradi-da beda. Fatsiyalar u 1 yillik ekan. Bitta chiqadi, gullaydi, quriydi, o'ladi. Shunaqa ekanda. Bir matalikda, xullas, tushundingizmi? Sezonni deymizmi? Bedalar u 5-6 yillik ekan. Mana tuxumchalarni ko'rasizlar. Shunaqa bo'lib turibdi. Umuman bedani men nima qilaman deb o'ylamagandim. Ekaman deb o'ylamagandim. Xullas, buni olib tashlasam kerak endi. Ko'ramiz hozircha. Fasiliyani kutaylik, xudo xolasa. Omon bo'linglar, jigarlar, charchamanglar.